Bugungi kunda dunyo bo'ylab 305 mingdan ortiq karantindagi zararli organizmlar mavjud. Ular yurtimizga kirib kelsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu bois chegara postlarida karantin nazorati kuchaytirilgan. Toshkent viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasiga qarashli chegara maskanlarida xorijdan kirib kelayotgan va chet davlatlarga chiqib ketayotgan karantin osti yuklarni nazorat qilishda inspektorlar bilan birga maxsus tayyorgarlikdan o'tgan kinologlar va ularga biriktirilgan xizmat itlari ham faol ishtirok etmoqda. Misol uchun, Navoiy o'simliklar karantini chegara maskanida Qozog'istondan kelayotgan 2 nafar fuqaroning yukida tegishli fitosanitar sertifikatlari mavjud bo'lmagan tarvuz urug'lari aniqlandi. Ularning birida 5 kilogramm, ikkinchisida esa 2 kilogramm miqdorda urug' bo'lgan. Qoidalarga zid holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirib, urug'lar eksportyor davlat Qozog'istonga qaytarib yuborildi. Xuddi shu yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan yana bir fuqaroning qo'l yuklari tekshirilganda, tegishli hujjatlari bo'lmagan 60 ta qadoqda tarvuz urug'i borligi aniqlanib, xavfli yuk to'xtatib qolindi va dalolatnoma rasmiylashtirilib, yuqori fitosanitar xavfga ega mahsulot eksportyor davlatga qaytarib yuborildi. Holat yuzasidan efita.uz platformasiga xabarnoma jo'natildi. Eslatib o'tamiz, o'simliklar karantini to'g'risidagi qonunga ko'ra olib kirilayotgan yoki olib chiqilayotgan har qanday mahsulot fitosanitar nazorat talablariga javob berishi, shuningdek fitosanitar sertifikatlarning asl nusxasi bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.